Butun umr yasholmayman. Butun umrim O'zbekistonda-yu. Mani umrim-dunyollarim, mani hayotlarim O'zbekistonda-yu. Men обязательно O'zbekistonga boraman. I'm just kim bu? Hammalaring bilib qo'ygansizlar, men Rossiyadalik. Men balki O'zbekistonda qancha yil bo'ldi? 2020dan beri qo'ydim. SPP'da Rossiya ish qilaman, hech bir ish qilmayman. Men kelganimda bo'lmadi. Necha yil bo'lmadi, lekin Rossiyada kelganman. Adashmang. 2020-yildan beri deysizmi? 2-4 yillik. Men kelganimga 4 yildan oshdi. Hali 6 yil to'lmadi. Figoga yillarda 2022-yil men Rossiya dedimda. Qachon qaytaman? Kimsiz? Nimaga qaytishimni xohlaysiz? Menga javob bering. Nima ish qilashdimi, ish qilmayman, asalcha. O'qiyman faqat. Nima? O'g'irlashimga oson, do'stlar. O'g'irlolmaysizlarmi? Kerak emas deysiz gaplar. Tejskiy gap. Siz o'zi soyingizdan qo'rqasiz. Meni o'g'irlash oson emas. Meni o'g'irlash uchun yuragimni o'g'irlagan bo'lishingiz kerak. Chiroyli qizsiz, nimaga kimdir bilan sevishmadingizmi? Chiroyligim uchun sevisha olmayapman. Chiroyligim uchun bunchasini yoqtirmayapman. Kaprizli bo'lib ketganman. Seriyozno hazillashmayapman. Aytaman sizlarga, do'stlar, qo'lingizdan kelsa o'zingizniki qiling. Mani yerim yo'q. Oila qurmaganman. Bigalar sevgilim yo'q.